Endi sun'iy intellekt yordamida siz videolaringiz fonini bir zumda o'zgartira olasiz. Hammasi chiroyli, hammasi juda oson tuyuladi. Hattoki ustki kiyimni ham almashtirish mumkin. Siz o'zingizdan tanamay ham qolasiz. Ko'rib turganingizdek, Men hattoki yurgan holatda ham Istalgan lokatsiya, istalgan ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yo'q narsalarni istalganini yaratish mumkin. Haqiqatni soxtadan ajratish tobora qiyinlashib bormoqda. Va endi eng muhimi, bu imkoniyatlardan nafaqat siz, balkim firibgarlar ham foydalanmoqdalar. o'zingizni va yaqinlaringizni kiber jinoyatlardan qanday himoya qilasiz degan savol keladi. Haqiqat shuki, bugun to'liq himoya yo'q. Sabab sizning va yaqinlaringizning ijtimoiy hayoti. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tarqatmang, foto va videolaringizni nazoratsiz qoldirmang. Ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlaringiz bu sizning zaif joyingiz. Login va parollarni hech kimga bermang. Agarda sizda Android qurilma bo'lsa, noma'lum APK fayllarni ochmang. Ishonchsiz saytlarga kirmang va begona havolalarga bosmang. Noma'lum qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bugun oddiy bir xato ertaga katta bir muammoga aylanishi mumkin. Unutmang, siz hushyor bo'lmasangiz, Sun'iy intellekt sizga qarshi ishlaydi. hurmatli yurtdoshlar, kiber jinoyatchilardan ogoh bo'ling. Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy sahifalariga obuna bo'lishni unutmang.